boshqa o'qishga jo'natishdi. Borib men bu o'qishda o'qimayman. Men APKOga boraman. Qolgan pulini o'zim to'lab bo'lsa ham o'qiyman deb. Oddiy o'qishga jo'natishdi. Darslarini ko'rdim, menga yoqmadi. Chunki ularda ajratilgan mablag'ga yarashaydi u. Qolganini dedim o'zim to'layman dedim. Meni baribir jo'natmasanglar bo'lmaydi deb shu yerga kelib o'qidim. Muxlisa Dilshod qizi 89 ball bilan. Mashalloh. Qarsanglar bo'lsin. Hop, botga kelishim o'zi ishga kirganman. Oddiy operator qilib ishga olishgan. Buxgalterni qog'ozlariga tiqilaverib, kompyuteriga tiqilaverib, oxiri yo'q o'qimasang bo'lmaydi. Sen o'qishing kerak deb shu narsaga yo'naltirdilar. Shu sohaga boshqa o'qishga jo'natishdi. Borib men bu o'qishda o'qimayman. Men APKOga boraman. Qolgan pulini o'zim to'lab bo'lsa ham o'qiyman deb, menga ajratilgan pul ustiga qo'shib bo'lsa ham shu yerga keldim. Qarsanglar bo'lsin. Chunki oddiy o'qishga jo'natishdi. Darslarini ko'rdim, menga yoqmadi. Chunki ularda ajratilgan mablag'ga yarashaydi u. Qolganini dedim o'zim to'layman dedim. Meni baribir jo'natmasanglar bo'lmaydi deb shu yerga kelib o'qidim. Mashalloh. Olaman dedim, baribir oldim. Mashalloh. Oxirgacha o'qidim. Endi xudo xolisa ikkita joydan chaqirishyapti. Qatdan. Ishlab chiqarish o'zim eski joyim. Yana bittasiga yordamchi bo'yicha Chilonzorda o'tga chaqirishyapti. Eshikni ochib o'zi kirib kelganimda, eshikning tagida kompyuterda qizlar nimadirlarni kelishib, nimadirlar qilib yotishuvdi deb. Anaqalariga o'zi darsida qiynalaman deb o'ylaganman. Boshida to'g'risini aytaman, provodkada umuman qiynalmaganman. Imtihonga kirishda ham qiynalmaganman. Oxirida faqat ozgina sog'lig'ida kam bo'lgani uchun ozgina qiynaldik, chunki qo'shimcha ishim ham bor. Chetga chiqib ketadigan vaqtlarim bo'ldi. Darslar qolib ketdi 2-3 ta. Yo'q. Yana shunda ham qizil. Ko'ryapsizmi? Darslar qolib ketdi orada. Yo unga ham qo'shimcha darslar qo'yib berishdi. Tushunmaganimni baribir telefonda ham tushuntirdilar vaqti kelganda. Umas mamnaqa emas, mamnaqa deb hammasini o'rgatishdi boshida. Mashalloh. Juda ham xursandman siz uchun. Xohlasa Tabriklayman. rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.